Hammaga assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Barchaga Ramazon muborak bo'lsin. Bugun menga Lamelladan Ramazon sovg'asi keldi. Aziz kuzatuvchilarim, Ramazon oylarida albatta biz ota-onalarimizni, yaqinlarimizni, do'stlarimizni umuman olganda iftorlikka, mehmonga albatta boramiz. Ana shunaqangi paytda biz bemalol Lamelladan shunaqangi chiroyli qilib bezatilgan shirinliklar bilan birgalikda borsak, yana ham yaqinlarimiz xursand bo'lishlari aniq. فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك. Kelinglar, hozir sizlar bilan Lamelladan kelgan Ramazon sovg'asini ochib birgalikda ko'ramiz. كل قربى سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة. قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة. محمد